Shayxontohur tumani BM Group Novostroykasidan 3 xona yevro remont hamma mebel texnikasi bilan sotilayotgan uyimizdan obzor qilamiz qani ketdik. Zal, mehmonxona qismini ko'rdinglar, televizorning zona, bu yoqda bolajonlar yotoqxonasi joylashgan, o'zini garderobni shkoflariga ega. Bu yoqda ayollarimiz sevgan oshxona qismini ko'rishingiz mumkin. Oshxonadagi barcha mebel jihozlar joy-joyiga joylashtirilgan, o'zini balkon qismlariga ega. Umumiy maydoni 72 kvadrat metrdan iborat. Remontiga salkam $30,000 pul sarflangan. Xo'shkamiz bu yoqda o'zini umumiy sanuzel qismiga ko'zinglar tushadi. Uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasi joylashgan. Yotoqxona qismida ham o'zini konditsionerlariga ega. Bu uyda kim bilan yashagili kelsa, o'sha odamga videoni yuborib qo'yinglar. Yotoqxona qismini ham o'zini balkonlariga ega. Narxini bilish uchun videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Spalniy qismini o'zini ajoyib sanuzel qismlarini ham ko'rishingiz mumkin, marhamat. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan. Mana shu 12 qavatli Novostroykamizda 7-qavatida joylashgan. Shundoqqina Shayxontohur ro'dining ro'parasida. Uyimiz narxini $122,000 so'raymiz. Yana ham ozgina kelishtirib beriladigan joylari bor. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun pastda opisaniyada uy egalari raqamini qoldirdim.